Bu qiz hozir qaltirab yotibdi, nima emas, mendan ham kechirim so'rasin deb aytibdi. Nima deb kechirim so'rashim kerak? Nima deb so'rasin kechirim? Shu qizi masalasi bilan. Qizi masalasi bo'yicha o'sha nima bu ustida kechirim so'rayotgansiz. Bugun hammasini gaplashdik biz. Bu opa bilan ham gaplashdik. Bu opa kecha shu nima Istanbul Shopping opamizni prямой efirida gapirgan gaplar. Uning ichida haqiqatlari ham bor, haqiqat bo'lmaganlari ham bor. Men aytgan gapimni borib o'shalarni oldida tan ham oldim. Haqiqatda mana bu gapni gapirganman, mana bu gapni gapirmaganman, yo mana bu gap manaqa bo'lgan deb bu odam bilan gaplashdik. Endi men sizni oldingizda hamma gapni gapirib bo'ldim, opa. Men agar mendan o'tgan bo'lsa, o'sha ayoldan ham uzr so'rayman. Allo. Gapiring, hamma eshitibdi. Bo'rtib og'riyapti hozir. Nimaga asoslari shunaqa degansiz? Nimaga tan oldingiz-ku boya? Nimani tan oldim? Qizig'i haqida-da.